Ha, köpçülük yaxşımsizlar. Mening ismim Vibo. Sizlar menga ergishib dunyoning aylanib safarga otlansizlar. Biz birlikda nurg'un shaharlarni aylanamiz. Safarimiz nurg'un xatarlik sarguzashtlardan to'lgan. Undaq safarimiz boshlandi. Men ko'kda parvoz qilishni orzu qilaman. Ba'zi vaqtlarda maktabda uxlamay tush ko'raman. Vibo, Ha? maktabdan qaytadigan vaqt bo'ldi. Biroq amaliy turmushda men hamisha quloqqa o'xshamaydigan quloqim sababidan avarchilik yo'liqaman. Uzun quloq pushtuningni bir ko'ray. Maktabdagi kuchuklarning hammasi meni maza qiladi. Biroq mening bak yaqin ikki do'stim bor. Mening o'yinchiq mushugim Bibi. Tinchlikmi Vibo? Yani biri Turna Henry. Henry'ni men uning dadasiga yordamlashib, laglak yepiqliq sevatdagi tuxumdan chiqarib olgan. Dadasi, qarang bizning o'miqimizga. Apa, Henry, Vibo Henry. Shu kundan boshlab hammamiz birga o'ynadik. Henry uchishni o'rganadigan yoshga yetganda men uning bilan birga dars o'qidim. Biroq u uchishni o'rganolmadi. Shunga men uningga qanotni kerib, to'xtamay qaqsli bo'lganligini aytdim. Tuyuqsiz g'alati bir ish yuzbadi. Yana bir qitim ko'z baqsan qandaq. Mening orzuyim amalga oshdi. Men uchalladim. Biz uchalladik. Shuningdan boshlab Henry bir munavvar aviatsiya yo'lboshlovchisiga aylandi. Men dunyoni kezib, boshqalarga yordam berishni orzu qilgachqa, biz birlikda dunyoni aylanib safariga otlandik. Haqiqatan yaxshi fikr-ku. Albatta, Bibimi cho'qim bizning fikrimizga qo'shildi. Bizning safarimiz Avstriyaning Sarsbaudan boshlandi. Avstriya musiqa ahangi. Aslida biz yaxshiroq orom olmoqchi edik. Biroq Bibi bek hayajonlandi. Men rostdan bek mamnun bo'ldim. Bibi, ehtiyot qil. Chatoq yo'q, mening tushlarim farqiraq ham bek umma. Uningdan boshqa mening qalbs mahoratlarim bor. Masalan, zehnim o'tkir, darajadan tashqari aqlliq, yana Yani nima? chatoq bo'ldi. Bibi, seni hech tutyapti. O, Parvardigor. Meningcha sen bakli ko'p gap qilyapti. Biroq men O, Bibi bek bechora ekan. Ha, bo'ldi. Men yaxshini yo'qotgan bir amalni bilaman. Ko'proq ishgan, cho'qim unum berdi. Yana ko'proq ishgan. Ko'proq ishmamsan deyman. Men boshqa amalni bilaman. Undaq bo'lsa sinab baqayli. Vibo, seningcha shigar ish bosqandaq. Menga opam mushundaq o'rgatgan. Kel Bibi, sinab baq. Bo'ldi. Endi buni sinab baq. Buni kuchab pulgin. Henry, bu amal karık kelamdı o bilmedim. Boludu, en ahırık gittim. Vaa! Müşük. Meni yemigen. Korkma çaşkancak. Baby oyun çıkmışık. O çaşkan yemeydi o. Oo, bak qizqarliq gap.
to'limi g'alit ekan. Seni bek qo'rqitib etdik. Kechir chashqanchaq. Bizning do'stimiz Bebini eg'ir tutib oldi. To'g'ri, biz Sarsboq kelgandan keyin mushundoq bo'lib qoldi. Ha, mundaq ekanda, men tushundim. Haqiqatan bak g'alit ekan. Chashqanchoq, sen doktorma? Uni davolay olamsan? Ha? Men? Yo'q, men emas. Men degan dirijor. Dirijor? Shundoq. Muzika dirijori. Men Muzatning koni turalg'isida chashqanlarning muzika atirtik dirijorlik qilaman. Muzat degan dongliq kompozitor. Oldimizdagi qayrilgan joyda. Sizlar cho'qim kelinglar. Nima bundoq deysan, chashqanchoq? Men sizlarning men bilan menishinglarni umid qilaman. Bo'libmi Bebining. Nemish qandi? Muzartning koni turag'usi Bebinin kesini saqayta olamda. Bu yerga borgandan keyin deyman. O'tinib qolay, men bilan beringlar bo'lamdi. Kishini bak jalb qildi ekan. Nima degan cho'ng royal bu? Muzat dongliq kompozitor. Dang'e, Wolfgang Amadeus Mozart. O mushu uyda dunyoga kelgan. 1756-yil 1-ayning 27-kuni. Shu vaqtdan boshlab hozirgacha uningga o'xshash muzikant tek chiqib boqmadi. Qo'rqma, u degan o'yinchiq mushuk. Bak qoltiskan. Bizning talabimizga uyg'un keladi. Ular nima deydi? Demakchi bo'g'ini, biz Muzatning dongliq muzikasini o'rlamoqchi. Biroq bu royalning ovozi tangshalmabdi. Bir tili kamkan. Ha, bundoq bo'lganda melodiyaga ta'sir yetkazdi, shundoqmi? Shundoq. Anglab beqinglar. Anladinglarmi? Kim bu? Biz eng yaxshi ko'rgan muzikani chalamay bizning ko'nglimiz bak yerim bo'lgan. Sizni taklif qilsak bo'lamdi? Sizni taklif qilamiz. Sizni taklif qilamiz. Sizni biz bilan o'rlashib taklif qilamiz. Faqat mushu bir qatim. Biz Muzartni bek yaxshi ko'ramiz. Bu biz eng yaxshi ko'radigan muzika. Biz ko'ngildagi muzika chepaqmag'ili bak uzun bo'lgan. Chunki boshqalar bizning bu yerda maxfiy muzika kechiligi uyushtirganligimizni bilmaydi. Biroz kelib royalning ovozini tanshab bermaydi. Endi siz bizning o'qituvchimiz bo'ldingiz. Undaqda Bebi, siz bunga qanday qaraysiz? Qo'shilamsiz? Yordam kerakmi, Bebi? Cho'qim bek qaltis bo'ladi. Bak yaxshi bo'ldi. O'rin elinglar. Men senga qanday qilishni o'rgataman, Bebi. Cho'qim bek qiziydi. Bo'ldi, boshladi. Bak yaxshi bo'ldi, Bebi. Bak qaltis bo'ldi. To'g'ri. Biz omroq muzikani oxiri o'rinladik. Sen bak qaltiskansan, Bebi. Rahmat sana. Meningcha meni hech tutmadi. Bek yaxshi bo'ldi. Chashqanchoq, sen haqiqatan doktorkansan. Muzikaning kuch-qudrati cheksizdir. Bebiga olqish yangirtayli.
Ha baby. Sen haddidan ziyoda o'zining gapini qilgan vaqtingda haq tutadi. Boshqalarning hammasi sening gapini qilgan vaqtda seni haq tutmadi. To'g'ri. Kaptarlik intayin muhim. Bundaq bo'lganda boshqalar sana sening ortiqchiligingni aytib beralaydi. To'g'ri. Amaliyotda men intayin kamtar. Shundaqmi? Boshqalarning nemishqa menga ortiqchiligimni aytib berganligini bilamsan. Nimishqa? Chunki menda musiqa hujayrasi bor. Ham to'liq aqlli, ham ochiq yo'riq, intayin yaxshi. Chatoq bo'ldi. Bibi bak qiziqgan. Kichik do'stlar, diqqat qilinglar. Hamisha o'zining gapini qilish yaxshi ish emas. Weibo'ning kelar qitimliq sarguzashtisiga diqqat qilinglar.